Bugungi 300 kilolik zakazimiz Samarqand viloyatiga tayyorlab berdi. Aytoramanda endi bunaqa. Ba'zi bir joylarda 1 kilo turizga nima deyapti? 1 kilo turizga yana endi o'tib bering deyishyapti. Dastavkasini ham ichida qilib berganmiz Samarqand viloyatigacha. Hozir Assalomu alaykum hammaga. Bugungi 300 kilolik zakazimiz Samarqand viloyatiga tayyorlab berdik. Anchadan ba'zi qoliplarimiz to'g'risida video qo'yganmiz yo'q edi. Hozir shularda qisqacha obzorni qilib beraman. Bugungi zakazda eshitib turinglar. 300 kiloga nimalar olinadi? Mana 300 kiloni ichida turli xil eshik-rom komplekt, deraza atkoz qirg'oqlardan tortib, uylarda moldingi uchun mana shunaqangi burchak gullar, ustun kolonnalar ko'rishlar mumkin. Dekorativni mana shunaqangi detal gullardan tortib hamma turli fasonda olindi. Bu degani mana bitta ko'rsating. Tovog'imiz ham bor. Tovoq ham bor daji bu zakasi. 300 kilolik lustra lagan. Padlustra deydi. Padlustra ham bor. Bu degani deyarli hamma narsa olindi. Xudo xolasa nima demoqchiman 300 kiloni ichida mana shuncha narsa bor. Qisman bo'lsa balki bir ikkitasidan kamdir, lekin hammasidan olib bo'lindi. Endi bularda davomi mana buni tortmalarimiz davomiga keladigan bo'lsak, bularni ham tayyorlab berganmiz. Hozir upakovka qilib qo'ydik. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bulardan tayyor bo'ladi. Bularda o'z kelganlarimiz kelishganini ko'rsatganmiz. Hop, umumiy 25 ta betda 300 kilo rezina klientimizga chiqib ketyapti yangi ish boshlash uchun. Bu faqat boshlanishi, klientimizni keyinchalik ularni yo'lga qo'ygandan keyin doimiy zakaz berishlari mumkin. Endi standartiga keladigan bo'lsak, standartiga mana misol ba'zi bir joylar bor. Aytoramanda endi bunaqa. Ba'zi bir joylarda men hozir shunda qolipchi sifatida tushuntirib bersam, hali arzon joylarni sizlarda qimmat ekan, buncha arzon joyi bor ekan deydi. Arzon joyini hozir men sizlarga mahsulotni tushuntirib beraman. Birinchi mahsulot mana shu qolipimiz 30 lik ustun kolonnani noshkasi mana standartini ko'ring. Orqasini ko'rinyapti. Eng yupqa, bundan yupqa qo'yib yuborsak bo'lmaydi, bundan qanaqa qo'yib yuborsak ham bo'lmaydi. Standarti bo'yicha yonlari hamma joyini qilganmiz. Mana 4 kiloyu 400 da chiqqan. Endigi zakaz demoqchi bo'lganman, insof bilan chegarasida hamma narsani o'zini yo'lda qilganmiz. Mana burchaklar qarang. 1 kilo turizga nima deyapti? 1 kilo turizga 7. Hop. Ichki oxirida hisoblab beraman, narxini eshittirib, oxirida bitta hisoblab. Bundan 15 ta quyilganda puli chiqib ketadi. Ha, bundan 15 ta quysa bo'ldi. 15 ta emas, 10 ta quysa chiqib ketar ekan. Shunaqa demoqchi bo'lganim 300 kilolik zakazkalik ko'pchilik so'raydi, necha kilo bilan boshlasam bo'ladi. Mana shu akamiz 300 kilo bilan boshlashdi. Hop, jami 25 ta turgandan boshlashdi. Mana shu zakaz yetarli bo'ldi. Endi qancha ko'p bo'lsa-ling, qancha vibr ko'p bo'lsa, shuncha o'zlaringga yaxshi bo'ladi. Qolganini o'zlaringga, cho'ntaklaringga, sharoitlaringga bor. Endi asosiy joyi bu narx-navosi bo'ladi. Ancha videolarimizda ko'pincha narx-navo aytmaymiz, chunki ko'p tushunmovchiliklar bo'lgani uchun narx-navoni aytganimiz yo'q. Demak biz 2 yil bo'ldi YouTube'ga birinchi videomizni qo'yib, qoliplarimizni sotishni boshlaganimizga 2 yil bo'ldi. 2 yil oldingi narximiz 8 dollardan bo'lgan. Hozirgi kunda ham 8 dollardan narx-navoni 1 so'm ham oshirganimiz yo'q. Oldin aytishim mumkin, oldin 8 dollardan aytib 100 kilodan oshiq olgan odamga 7 dollardan qilib berardik. Hozir endi narx-navolar oshib, biz ham odam ishlatamiz, tirikchilik, sharoit o'zimizga yarasha shu sifatda biz narx-navoni o'zgartirmadik. Lekin jicha limitni oshirdik, 100 kilo emas. 200 kilo olganga mana akamiz 200 kilodan oshiq 300 kilo olishgani uchun 7 dollardan quyib berdik. Endi bunisiga ko'pchilikda talab istagi. Misol biz ham narxni aytib 9 dollar, 8 dollar aytib sotganimizda bo'laveradi. Ko'p tushunmovchiliklar, bizdan oldindan buni 7 dollardan olganmiz. Birinchi klientimiz 300 kilolik mana olishdi. Yana 200 kilolik zakaz berilsa 7 dollardan qilib beraveramiz. Yana jindesiga dastavkasini ham so'rashadi, yana jinday o'tib bering deyshadi. O'zi 7 dollar qilib berdik. Tunukalarni ham arzon narxlarda qilib berdik. Yana jinday o'tib bering deyshadi. Dastavkasini ham ichida qilib berganmiz Samarqand viloyatigacha. Hozir chiqaman, o'zim borib, qo'lni yuklab, mashina gaplashib qo'yganmiz. Tayyor bizni kutib turibdi. Hozir qoliplarimizni olib Samarqandga chiqarib olamiz. Dastavkasini ham ichida qilib berdik. Kelinglar, ko'ringlar, gaplashamiz. Showroomlarimiz bor, yangiliklar olib kelib qo'yganmiz. Uni ham yangiliklar ko'rish uchun video tagiga Telegram kanalimizda qo'yib boriladi. Polni rasmlari. O'sha Telegram kanal silkasini video ostiga qo'yib beramiz. O'tib, kuzatib borishlaringiz mumkin. Narxi o'sha aytilganda 8 dollardan quyib beramiz. Hali ham 2 yildan keyin ham 8 dollardan quyib beramiz. 200 kilodan oshiq olgan odamga shuni eshitmanglar. Bugungi kun sana 2025-yil mart 13-mart kuni, bugun soat 13-mart kuni 8 dollardan quyib beraveramiz, xudo xolasa. Bizga serial, misol kimda aytishi mumkin, dollar oshyapti deyishi mumkin. Bizga serial ham dollarda kirib keladi. Bizga umuman uni qizig'i yo'q. Misol dollar oshgan bilan serial ham oshib kiradi bizga. Uni tomonlama qizig'i yo'q. Shuning uchun agar serialda oshib, netib, anaqa bo'lib ketmaydigan bo'lsa, xudo xolasa, darshi bilan 8 dollardan sizlarga tayyorlab beramiz. Bizni kuzatib boringlar. Bundan keyingi videolarimiz undan qiziq bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.